To'xtang, qayerga ketyapmiz? Qayerga o'zi? Manzilimiz baxt, tushundingmi? Money. Ha, albatta. Yaxshi, qani ketdik? GPS ni qo'yib olmaysizmi? Albatta yo'q. Men bu yo'lni yodlab bo'lganman. Wow! Sekinroq yur yoki biz to'xtashib ketamiz. Tezroq yursak baxtga tezroq yetib boramiz. Ish, pul. Bum. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Ammo sog'lik uchun zararli. Sog'liqni sotib olsa bo'ladi, meni qo'rqoq do'stim. O'ziga ishonchi baland bo'lgan odamlarni seving. Bunga rozi bo'lmasangiz ham, ular xohlashadi. Og'zingni yum, sevgi. Okey. Ey xudo, bu araba buncha sekin yurmasa, turbo rejimi qayerda ekan? To'g'rini ko'ryapsizmi? Stressdan ehtiyot bo'ling. Mashinaga qara. Bezot aka bilan billah. Men aytgandim. Yaxshi, o'ylashimcha siz buni bundan yaxshiroq qila olasiz. Health. Shinalar bosimi yaxshi, tormoz suyuqligi ham joyida. Juda yaxshi, biz shoshilyapmiz. Endi men tezligim bo'yicha ketamiz. Tinchlaning, xavfsizlik kamarini taqib oling. GPS ni yoqib bering, iltimos. Siz yo'lni bilmaysizmi? Albatta bilaman, lekin yo'lda tirbandlik yoki baxtsiz hodisa bo'lishi mumkin. Butun yo'lni 10 mil soat tezlikda bosib o'tmoqchimisiz? Men sekin va xavfsizman. Afsuslanishdan ko'ra sekinroq yurish afzalroq. Baxt, mas'uliyat va ozgina ehtiyotkorlik bilan keladi. Biz bu tezlikda 2030-yilda yetib boramiz. Men qaysi vaqtda nima qilish kerakligini bilgan odamlarni yaxshi ko'raman. Ammo bu ba'zida kichik qiyinchilik. Iltimos, og'zingni yum, sevgi. Okey. Axir bu militsiya-ku. La'nati. Salom o'rtoq komandir. Siz bu yerda sekin yura olmaysiz. Tirbandlik hosil bo'lishiga sababchi bo'lyapsiz. O'zingizga xavf tug'diryapsiz. Mana bu jarimani olib, haydovchilik guvohnomangizni bersangiz. Dahshat. Men aytgandim. Yaxshi, bo'lar ish bo'ldi. Love. Do'stlarim, hammasi men o'ylagandek bo'lardi. Men aytgandek qilib baxtga erishsak bo'lardi. Bunchalik ishonma, sen haligacha uni yo'qotishing mumkin. To'g'ri, shina bilan ham muammo bo'lishi mumkin. Siz ishongan barcha muammolar sizni aldaydi. Men shunchaki romantikman. Hamma narsa ham sevgi emas, ammo ish ham, sevgi bo'lishi mumkin. O'zini sevish ham. Sevgi hosil bo'lishi mumkin. Nihoyat, mana do'stlar, manzilga ham yetib keldik. Ko'ryapsizmi? Manzilga yetib keldingiz. Hozir bu yerdamiz. Baxtga yetib keldik. Odamlar jim bo'lib rulga o'tirishimga ruxsat berishini yaxshi ko'raman.